UFC tarixida bir jang bo'lgan ediki, hatto Habibning o'ziga xos bosimi ham xavf ostida qolgandi. Bu Habibning faoliyatidagi ikkinchi eng qiyin raqibi Edson Barbosa bilan bo'lgan jang. U juda ham dahshatli hisoblanardi UFCda. Habibni juda ham g'azablantirgan bu jang ssenariysi mana bunday boshlandi. Jang boshida Habib odatdagi bo'g'uvchi bosimini amalga oshirdi, masofani qisqartirdi, raqibga nafas olishga imkoniyat bermadi. Odatda jangchilar bir necha daqiqalarda taslim bo'lib qo'ya qolardi. Barbosa esa aksincha bu bosimga tayyor edi. U Habibga qattiq zarbalar, low kicklar bilan javob qaytardi. Keyin esa kamdan kam yuz beradigan holat yuz berdi. Habib Nurmagomedov takedownni muvaffaqiyatsiz amalga oshirdi va g'azablandi. Oldinga otildi. Keyingi raundda hatto qo'l berishni ham istamadi Barbosaga. Barbosa esa aksincha o'zini bosib olgan, unga zarbalar bilan javob berishda davom etayotgandi. Lekin o'sha lahza yetib keldi. Habib va nihoyat takedownni amalga oshirdi. Nazoratni o'rnatdi, raqibga to'xtovsiz zarbalar berdi. Uning zarbalari nafaqat Barbosaning tanasiga, balki ruhiga ham zarba berayotgandi. Barbosa ham ruhan, ham jismonan sindi mana shu raundda. Bu raund yakunida u hatto ba'zor o'rnidan turdi. Keyingi raundda esa u o'ziga o'xshamasdi. Zarbalarning o'tkirligi yo'qoldi, oyoq zarbalari esa aniq ketib bormay qo'ydi manzilga. Nurmagomedov esa bosimni to'xtovsiz amalga oshirdi va juda ham katta bosim bilan Barbosani har taraflama charchatdi. Unga zarbalar ketma-ketligini berdi. Lekin bir vaziyatda Barbosa o'zidan o'zi takedown bo'lmagan holda yerga yotib oldi. Go'yoki muddatidan oldin meni yenga olmaysan degan mesajni berdi va shunday ham bo'ldi. Habib faqatgina hakamlarning qarori bilangina uni yenga oldi. Hammada savol shu ediki, hatto Barbosa'dek jangchi ham Habibni to'xtata olmadi. Kim uni to'xtata oladi?